Assalomu alaykum. Dasturxon TV telekanalining navbatdagi daqiqalari Fresh News informatsion dasturi bilan davom etadi. Studiyada Azbek Mehriddinov. Bugun dasturimizda Endilikda o'zbekistonliklar Rossiyaga kirishdan oldin onlayn raqamli ro'yxatdan o'tishlari kerak. O'zbekistonda 26,8 kg narkotik moddalarni olib o'tishga urinishning oldi olindi. Real Madrid futbolchisi tez orada faoliyatini yakunlashini ma'lum qildi. Bularning barchasi Fresh News informatsion dasturida batafsil. Endilikda o'zbekistonliklar Rossiyaga kirishdan oldin onlayn raqamli ro'yxatdan o'tishlari kerak. Rossiyada chet el fuqarolari uchun federatsiyaga kirishdan 72 soat oldin raqamli ro'yxatdan o'tish va QR kodni ko'rsatish tartibi joriy etilmoqda. Hozir shu haqda. Joriy yilning 30-iyun sanasidan boshlab Rossiyaga vizasiz rejimda kelayotgan chet el fuqarolari davlat xizmatlari RULT ilovasi orqali oldindan raqamli ro'yxatdan o'tishlari shart bo'ladi. Ma'lum qilinishicha, Rossiya Federatsiyasiga kirishdan kamida 72 soat oldin ariza topshirilib, ko'rsatiladigan QR kodni olish zarur bo'ladi. Ro'yxatdan o'tish uchun quyidagilar talab etiladi: ilovadan shaxsiy kabinet yaratish, fotosurat va shaxsiy ma'lumotlarni yuklash, taxminiy qolish muddatlarini ko'rsatish, faqatgina favqulodda holatlarda ariza kelishdan kamida 4 soat oldin topshirilishi mumkin. Quyidagilar ro'yxatdan o'tishdan ozod qilinadi: Belarus fuqarolari, 6 yoshgacha bo'lgan bolalar, viza yoki vaqtinchalik yashash ruxsatnomasi, doimiy yashash ruxsatnomasi bilan kelayotganlar, 6 yoshdan 18 yoshgacha bo'lgan bolalar uchun arizani ota-onalari yoki qonuniy vasiylari topshiradi. Agar ularning o'zlarida amaldagi kirish ruxsatnomasi mavjud bo'lsa, deyiladi xabarda. O'zbekistonda salkam 27 kg narkotik moddalarni olib o'tishga urinishning oldi olindi. Mazkur giyohvand moddalar Tojikiston hududidan yashirin yo'llar orqali olib kirilishi rejalashtirilgan bo'lgan. Ammo huquq-tartibot idoralari xodimlarining ogohligi va professional harakatlari tufayli ushbu jinoyat fosh etildi. Hozirgi lavha shu haqda. O'zbekistonda 26,8 kg narkotik moddalarni olib o'tishga urinishning oldi olindi. Huquq-tartibot organlari tomonidan o'tkazilgan tezkor tadbirlar natijasida Farg'ona viloyatida yirik miqdordagi giyohvand moddalarni olib kirishga bo'lgan urinishlar fosh etildi. Jumladan, Bekobod tumani, Qo'qon va Farg'ona shaharlarida Tojikistondan O'zbekistonga noqonuniy yo'llar orqali jami 26,8 kg narkotik moddalarni olib o'tishga uringan shaxslar qo'lga olindi. Mazkur noqonuniy harakatlar huquq-tartibot idoralari tomonidan o'z vaqtida aniqlanib, ularning oldi olindi. Bu esa viloyatda giyohvandlik vositalarining noqonuniy aylanishini oldini olish borasida muhim profilaktik choralar ko'rilayotganidan dalolat beradi. Hozirda ushbu holatlar yuzasidan tegishli tartibda jinoyat ishi qo'zg'atilib, gumonlanuvchilarga nisbatan tergov harakatlari olib borilmoqda. Turkiya Respublikasida 5-dan 16-may kunlarigacha 5-xalqaro eng ilg'or merganlar jamoasi musobaqasi o'tkazildi. 15 ta davlatning 40 dan ortiq jamoasi ishtirokidagi bellashuvda O'zbekiston Respublikasi Mudofaa vazirligining merganlar jamoasi ham munosib qatnashdi. Muxbirimiz lavhasi shu haqda. Turkiyaning Isparta shahridagi Komando tog' o'quv mashqlar markazida o'tkazilgan musobaqada O'zbekiston, Turkiya, Pokiston, Qatar, Ozarbayjon, Italiya, Birlashgan Arab Amirliklari singari 10 dan ortiq davlat, shuningdek kuzatuvchi maqomida Turkmaniston, Qozog'iston, Buyuk Britaniya va Kuvaytdan vakillar ishtirok etdi. Musobaqa ishtirokchilari guruhlarga bo'linib, bir-biridan murakkab 15 ga yaqin shartlar bo'yicha bahs olib bordi. Xususan, harbiy jamoalar yuqori burchak ostida o'q otish, gaz niqob taqib jangovar o'q otish, turli to'siqlar ortidan o'q otish, havodagi vertolyotdan o'q otish, orolni himoya qilish va qayiqdan jangovar o'q otish, nishonga sezdirmay yaqinlashib o'q otish, tunda noma'lum masofalarga o'q otish va syurpriz shartlarni bajardi. Qariyb 10 kun davom etgan bellashuvlarda xorijiy davlat armiyalarining 48 ta jamoasi ichida O'zbekiston Mudofaa vazirligi harbiy xizmatchilari faxrli birinchi o'rinni qo'lga kiritdi va oltin medalga sazovor bo'ldi. Germaniyada Tomorrow Bio nomli startap o'ziga xos xizmatni taklif eta boshladi. Bu xizmat orqali odamlar o'limidan keyin jasadlari kriokonservatsiya texnologiyasi yordamida muzlatib qo'yiladi. Muxbirimiz lavhasi aynan shu haqda.
Ushbu g'ayrioddiy loyiha haqida Hindustan Times nashri xabar berdi. Ma'lum bo'lishicha, Tomorrow Bio allaqachon bir nechta mijozlarga ega va bu xizmatga qiziqish tobora ortib bormoqda. Kompaniyaning fikricha, bugungi kunda odamlarni tiriltirish texnologiyasi mavjud bo'lmasa-da, kelajakda tibbiyot va biologiya sohalaridagi yutuqlar bu orzuni ro'yobga chiqarishi mumkin. Jarayon quyidagicha amalga oshadi. Odam vafot etgach, uning jasadi imkon qadar tezkor ravishda muzlatiladi va maxsus sharoitda saqlanadi. Bu orqali hujayralar shikastlanmasdan saqlanib qolishi va kelgusida tiriltirish uchun asos bo'lishi mumkin. Jasadni saqlab qolish jarayonida tana 198 gradusgacha sovitilib, biostas holatiga o'tadi. Organizmdagi barcha biologik jarayonlar to'xtaydi. Loyiha egalari kelajakda muzlatilgan jasadlarni tiriltirish mumkinligiga, xususan bunga qodir texnologiyalar yaratilishiga ishonch bildirmoqda. Ular mijozlarga ikki xil tanlov beradi. Butun tanani muzlatish taxminan 200 ming yevro, faqat miyani muzlatish esa 75 ming yevro turadi. Kriokonservatsiya g'oyasi ilmiy hamjamiyatda muzokaralarga sabab bo'lsa-da, bu yo'nalishda ish olib borayotgan kompaniyalar soni ortib bormoqda. Tomorrow Bio esa Yevropada bu boradagi yetakchi loyihalardan biri bo'lishini maqsad qilgan. Amerika Qo'shma Shtatlarining markaziy qismida sodir bo'lgan tornado oqibatida 7 kishi halok bo'ldi. Tornado natijasida daraxtlar ildizi bilan qo'porilgan, elektr uzatish liniyalari va binolar qulab tushgan. Muxbirimiz lavhasi aynan shu haqda. Tornado natijasida 7 kishi halok bo'ldi. Ulardan 5 nafari Sent-Luisda, Missuri shtatlarida sodir bo'lgan. Tornado natijasida daraxtlar ildizi bilan qo'parilgan, elektr uzatish liniyalari va binolar qulab tushgan, deya ma'lum qiladi New York Times nashrlari hukumatga tayanib. Tornadolar O'rta G'arb va O'rta Atlantika orqali o'tadigan bir nechta shtatlarda keng tarqalgan qattiq ob-havoning bir qismi bo'lib, katta do'l, qattiq shamol bir nechta kuchli tornadolarni keltirib chiqardi. Bugun kechqurun shahrimiz motam tutyapti. Hayot yo'qotishlar va vayronagarchiliklar haqiqatan ham dahshatli. Bugun biz odamlar hayotini saqlab qolish va ularning xavfsizligini ta'minlashga e'tibor qaratmoqdamiz, dedi Sent-Luis meri Kara Spencer. Real futbolchisi tez orada faoliyatini yakunlashini ma'lum qildi. Tushunganingizdek, dasturimizni sport xabarlari bilan davom ettiramiz. Bugun sizga yetkazmoqchi bo'lgan xabar va tafsilotlarimiz shulardan iborat edi. Bizdan uzoqlashmang, oldinda ob-havo ma'lumotlari. Siz Fresh News informatsion dasturini tomosha qildingiz. Salomat bo'ling.